soliq oliy maktabida tashkil etilgan yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash yo'nalishi bo'yicha malaka oshirishga hamkasblarim bilan keldik. Bu yerda dars jarayonlari malakali mutaxassislar, malakali ustozlar tomonidan tashkil etilgan. Bizga tegishli tartibda yo'nalishlar berishyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bugungi kunda yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash sho'basi xodimlaridan iborat bo'lgan hududlardan kelgan 200 nafar soliq idorasi xodimlarini malakasini oshirmoqdamiz. Ularga soliq kodeksida belgilangan soliqlar bo'yicha amaliy va nazariy bilimlarni yetkazmoqdamiz.